Xo'p, kista qanchalik xavfli? Hozir sizlarga shu haqda ham aytib beraman. Bu ixamarkor hisoblanadi. Shamollamaganmidingiz? Shamollagandingiz. Odatda shamollaganimizda ham mana shunaqa kistachalar paydo bo'lib qoladi. Lekin bu ixamarkor bolada genetik nuqsonlar haqida yana ham chuqurroq e'tibor berishimizni talab qiladigan belgilardan bittasi hisoblanadi. Kistaga qaraydigan bo'lsak, kista atrofi qobiqlar qalin emas, qo'rqmasak bo'ladi. Kista o'lchami katta emas, qo'rqmasak bo'ladi. Kista bir taraflama односторонний, qo'rqmasak bo'ladi. Qo'rqinchli emas. Biz ko'proq Edwards kasalligi degan kasallik bor. Shu narsani исключение qilamiz. Bolani barmoqchalariga qaraymiz. Bolani barmoqchalari yaxshi. Qo'llari ochiq turibdi. Biz buni ko'rdik, halida ham ko'rib o'tdim. Boshida kistalarni bo'lishi xavfli emas, oiz. Bir oyda tushib qo'yasizlar, lekin albatta kistasi bor desa, agar sizlarga yurakda oq dog'chasi bor desa, ichaklari oqargan yoki yuragida suv bor desa, albatta test